Ramazon kelishi bilan ayollarimiz ko'p vaqtlarini ibodatga emas, asosan oshxonaga sarflashadi. Vaqtimizni to'g'ri taqsimlab, tez va oson tayyor bo'ladigan taomlarni ko'p tayyorlasak, ibodatga ham anchagina vaqtimiz qoladi. Xuddi shunaqa tez tayyor bo'ladigan cheburekni man sizga retseptini beraman. Yog'siz qiymamizga chorkadan chiqarilgan piyoz, tuxum, ko'kat, tuz va ziravorlar va ozgina suvni solib yaxshilab aralashtiramiz. Deyarli hamma magazinlardan topsa bo'ladigan dumaloq lavash xamirimizni yarmiga tayyorlab olgan qiymamizni yupqa qilib sovolamiz. Ustidan yaxshi eriydigan sirimizni solamiz va lavashni chetlariga ozginagina tuxum surib, ikkinchi tarafi bilan yopib olamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek. Davomizga oldindan 1-2 osh qoshiqda o'simlik yog'ini solib, past olovda ikki tarafini qizartirib pishirib olamiz. Xohlasangiz ustini yopib pishirsangiz ham bo'ladi. Juda ham kam vaqtda ichlari bilan sochni chiqadigan, qiymalari to'liq pishadigan juda ham mazali cheburekimiz tayyor bo'ladi. Souslar bilan dasturxonga tortamiz va oila a'zolarimizdan ko'pgina duolarni eshitib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Bahor kelishi bilan hammamiz oq krossovkalar kiyishni yaxshi ko'ramiz. Oq krossovka kiyish yaxshi, lekin uni bunaqa holatga kelishini ko'rish birozgina yoqimsiz. Gapim boshida aytganimdek, vaqtdan unumli foydalanib, Ekonil vositasini olamiz, tog'oramizga solamiz, ustidan qaynab turgan suvimizni qo'yib, reaksiyaga kirishgandan keyin oppoqqina krossovkamizni ivitib qo'yamiz. Taxminan 15-20 daqiqadan keyin oddiygina cho'tkada yengilgina ishqalab suvni chayib tashlaymiz. Qarabsizki, kirlaridan asar ham qolmaydi. Vaqtimiz ham anchagina tejaladi. Hurmatli ayollar, uyingizda bitta shunaqa vositanglar bo'lsa, ortiqcha vaqtinglarni oshxonada chirk ishqalashga, dog' ketkazishga va shunaqangi kirlarni ketkazishga sarflamaysizlar. Siz ham albatta sinab ko'ring.